Markaziy himoyachilar to'pni o'yinga kiritayotgan holatlarini ko'rgan bo'lsangiz kerak, lekin buning sababi nimada? Keling tushuntirib beraman. Agar darvozabon birinchi pasni markaziy himoyachilardan biriga bersa, raqib jamoaga o'yinni bir tomonga yo'naltirish ancha oson bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hujumchi yugurishni egri shaklda boshlab, markaziy himoyachini bir tomonga yugurishga majbur qiladi. Boshqa hujumchi esa markaziy yarim himoyachini qamrab oladi. Natijada jamoa hujum qilinadigan hududda ustunlikka ega bo'lmagan, hujumni rivojlantirish qiyinlashadigan bir holatda qoladi. Biroq markaziy himoyachilardan biri to'pni o'yinga kiritsa va dastlabki pasni darvozabonga bersa, pressing qilayotgan jamoa uchun qiyinchiliklar yuzaga keladi. Chunki agar ular darvozabonga pressing qo'llasa, boshqa futbolchilar bo'sh qoladi. Ikkita misol keltiraman. Birinchisi, hujumchilardan biri darvozabonga pressing qilyapti. Ikkinchi hujumchi esa markaziy yarim himoyachini yopib turibdi. Bu holatda to'pni chap markaziy himoyachiga uzatish imkoni paydo bo'ladi. Ikkinchi misolda esa hujumchi chap markaziy himoyachiga yaqinlashadi. Bu esa markaziy yarim himoyachiga bo'sh joy yaratadi. Darvozabon to'g'ridan-to'g'ri markaziy yarim himoyachiga pas beradi. So'ngra 10 markaziy himoyachiga uzatadi. Bu orqali jamoa ustunlik va bo'sh hudud yaratib, hujumni rivojlantirishi osonlashadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing.